Bak saqlab ketmagansiz ha. Men sizni qayt ko'raman deb o'ylab boqmabdiman. Siz tashabbuskor bo'lgan bo'lsangiz, allaqachon meni ko'rgan bo'lardingiz. Voy, men izchil sizga tashabbuskor bo'lyapman-ku. Ayni chaqdimi, siz menga oylanish taklifini qo'ygan chaqda, men sizga shunda tashabbuskor bo'lgan. Siz menga oyilib ketmadingiz, men yana sizga qanday tashabbuskor bo'la olayman? Bu ishlardan kechirim so'rayman. Men sizga burun faqat yaxshi muomala qilmaydim. Sizni bu qattim izlashimdagi sabab men pat arda to'y qildim. Shunga sizni to'yimga taklif qilaman. Muborak olsun. Hayotingizdagi adamingizni topganligingizni tabriklayman. Men eng yaxshisi sizning to'yingizga bormay. Agar men sizning to'yingizga borsam, mening o'ng'aysizlanib qolishim turg'anli gap. Lekin sizning to'yingizga beradigan pulni hozirlaytib turay. Siz xato tushunib qolibsiz, men bunday demoqchi emas. Voy bilaman. Yetib o'tdim. 10 mingga oz ko'rmang, ha? Men boshqalar bilan to'y qildigan tursam, siz yana nima bunday qilsiz? Chunki men sizni yaxshi ko'radigan tursam. Men yaxshi ko'radigan qiz baxtli bo'lsa, men nima xushal bo'lmoqdakman? Siz rostla pushaymon qilmamsiz? Men sizni yaxshi ko'rib, azaldan pushaymon qilib boqmadim. Ko'nglingiz ozroqmi yerim bo'lmadimi? Ko'nglim yerim bo'lmadi desam yolg'on gap bo'lib qolar. Azroqli yerim bo'ldi shu. Unda bak azoblanib ketishdigi bo'lmaydi. Uning ustiga siz baxtli bo'lsangiz yaxshi emasmi? Mening xushalligimdan azoblanganim ko'p. Men sizni tushunaman. Siz untinsiz men uchun badal to'layapsiz. Afsuslanmasangizmi? Lekin siz ziyon tortgandek his qilmadingizmi? Afsuslansammi, ziyon tortsammi hech qisi yo'q. Ish qilib men sizning jafo tortib qilishingizni ko'rishni xohlamayman. Anchaqdizda yanjuqon pulim bo'lgan bo'lsa, siz bilan allaqachon to'y qilib bo'lgan bo'libdi. Uning ustiga hozirmi yanjuqondan 10 ming ko'p pul chiqib ketmaydi. Sizning mush mijozingizni men faqat o'zgartirib olmadim. Anchaqdizda men sizga va'da qilgan. Agar men siz bilan to'y qilamsam, sizni pokiz holatda boshqalarga topshirib beraman deb. Uning ustiga siz rostla bak yaxshi qiz. Axloqingizmi uningda yaxshi. Rost gap desam, sizni til bilan yaxshi tariflab berib bo'lmayman. Bo'lmasa men sizdek sohib jamol qizni qo'limdan ketkizib qo'yish qandoq ko'zam qiysa. Valloh, amsa sizmi balduroq qaytding. To'yingizga oldin muborak bo'lsin. Amsa mendim, xo'ja. Hey, to'ynikilar ayning 6-kuniga o'dilsam qanday bo'lar? Voy, o'zinglar qara qilinglar. Lekin men bilan to'y qilgan o'g'aylar asla yo'q. Mening to'y qildigan yigitim bo'lishni xohlamsiz?